Yer yüzüdə Allahqa ibadat qilish uchun tunji selingan uy Masjidi Haram bo'lsa, uningdan keyinli selingan ibodat uyi Masjidi Aqsodir. Masjidi Aqso Palestindagi Qudus shahrining sharqiy janub tarafiga joylashgan. Payg'ambarlarning ko'pinchisi mushu zaminda yashagan. Abu Zar radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men payg'ambar alayhisalomdan yer yuzida selingan tunji masjid qaysi deb so'rab edim. Payg'ambar alayhisalom Masjidi Haram deb javob berdi. Men uningdan ondinchu deb so'rganimda payg'ambar alayhisalom Masjidi Aqso dedi. Men yana bu ikkisining orasida qanchalik vaqt o'tgan deb so'rab edim. Payg'ambar alayhisalom 40 yil deb javob berdi." Tiktok bulunluq sepil bilan qo'shilgan rayonning hammasi Masjidi Aqsoga tava bo'lib, sepil ichidagi tosh gumbaz va qurilishlarni o'z ichiga oladi. Tosh gumbaz Masjidi Aqsoning eng muhim markaziy qismi bo'lib, uni Abdulmalik ibn Marwan qibla jami bilan birga bino qilgan. U hozir islomiy meroslarning biri bo'lib hisoblanadi. Masjidi Aqsoning musulmonlarning qalbidagi o'rni. Masjidi Aqso bütün musulmonlarning muqaddas joyi hisoblanadi. U musulmonlarning tunji qiblasi. U yer yuzida ikkinchi bo'lib selingan masjid. U Muhammad alayhisalom safar qilgan joy. U ziyorat qilish tashabbus qilingan 3 masjidning biri. U atrofi barakatga to'lgan muborak masjid. Musulmonlarning tunji qiblasi. Musulmonlarga namoz farz qilinib, taxminan 16-17 oy Masjidi Aqso tarafga qarab namoz o'qigan. Keyin Allohning amri bilan Ka'baga qarab namoz o'qigan. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: "Ey payg'ambar, biz sening Ka'baning qibla bo'lishini tilab, qayta-qayta osmonga qarganligingni ko'rib turibmiz. Mana endi biz seni cho'qim sen yoqtiradigan qiblaga yuzlandiramiz. Namozda yuzingni Masjidi Haram tarafga qaratqin." Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Faqat mening masjidim, Masjidi Haram va Masjidi Aqsoga yuktaq alayda tayyorlik bilan safar qilinadi." Isro va Miraj. Masjidi Aqso payg'ambar alayhisalom Isro va Miraj kechasida safar qilgan masjid bo'lib hisoblanadi. Alloh Qur'on Karimda mundaq deydi: Allah barcha nuqsondan pokdir. U Muhammad alayhisalomga o'z qudratimizning ba'zi dalillarini ko'rsatish uchun bandasini, ya'ni Muhammad alayhisalomni bir kechada Masjidi Haromdan atrofini barakatli qilgan Masjidi Aqsoga ilib keldi. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Masjidi Aqsoda namoz o'qishning fazilati. Masjidi Aqsoda o'qilgan namozga ko'plab savob berildi. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda u mundaq deydi: "Biz payg'ambar alayhisalomning yonida Masjidi Nabaviy bilan Masjidi Aqsoning qaysi afzal degan temada munozirlashdik. Payg'ambar alayhisalom: "Mening masjidimda o'qilgan namoz Masjidi Aqsoda o'qilgan namozdan 4 darsa afzal. Masjidi Aqsoda namoz o'qigan kishi nima degan yaxshi ha?" Shundaq bir zaman keludiki, bir odamning Masjidi Aqsoni ko'raligidek yaqin o'rinda arg'amchi chog'liq bir parcha zaminga ega bo'lishi butun dunyodan yaxshi bo'lib qoladi degan. Masjidi Aqsoning fath qilinishi. Umar radhiyallohu anhuning Qudusni fath qilishi. İbrahim alayhisalom Masjidi Haramni bino qilib uzun o'tmayla Sulaymon alayhisalom Masjidi Aqsoni bino qildi. Qudus islomning dastlabki davrida Rumliklarning hududi bo'lib, payg'ambar alayhisalom uning fath qilinganligi haqida bishorat bergan. Hijriya 14-yili Umar radhiyallohu anhuning xalifalik davrida Qudus tinchlik yo'li bilan Rumliklardan musulmonlarning qo'liga o'tgan. Umar radhiyallohu anhu Madinadan Qudusga kelib, uni Rumliklardan topshirib olgan. Shuning bilan Masjidi Aqso tunji qitim payg'ambarimiz bishorat berganidek musulmonlarning igdorchiligiga o'tgan. Umar radhiyallohu anhu sepil ichiga musulmonlarning namoz o'qish uchun oddiygina kichik bir masjid bino qilgan. Umaviylar zamonida Umaviylar xalifasi Abdulmalik ibn Marwan sepil ichiga tosh gumbaz masjidini bino qilgan. Bu masjid 8 taraflik bo'lib, gumbazi oltin rangli mis bilan qoplangan.
Bu masjid yana islom binokorlik san'atining eng yorqin asari bo'lib, katta haybati bilan kunimizgacha mavjudligini saqlab kelmoqda. Masjid-i Aqsoning takror fath qilinishi. Hijriy 5-asrning dastlabida ahli salib qo'shuni Qudus shahriga hujum qilib, nurg'un musulmonlarning qinini to'kish badaliga Masjid-i Aqsoni qo'lga olgan. Ularning Qudus shahridagi bu hokimiyati 90 yilga davom qilgan. Bu jarayonda ular musulmonlarga zulm qilib, Masjid-i Aqsoni vayron qilib, nurg'ulg'an vahshiy jinoyatlarni o'tkazgan. Masjid-i Aqso 90 yillik asoratdan keyin mashhur qo'mondan Salohiddin Ayyubiy tarafidan ozod qilingan. Salohiddin Ayyubiy Hittin urushida ahli salib qo'shinini mag'lub qilgan va Qudusga qarab ilgirlab, uni fath qilgan. Salohiddin Ayyubiy boshchiligidagi musulmonlar Qudusni fath qilgandan keyin Masjid-i Aqsoni kirst belgisi va butlardan tozalab, remont qilib, burungi masjid holatiga keltirgan. Sultan Nuriddin Zanki Qudus fath qilinganda Masjid-i Aqsoga qo'yish uchun alohida yasatgan munbarni Salohiddin Ayyubiy masjidiga qo'ygan. Afsus, uzoq o'tmay Masjid-i Aqso qaytadan ahli salib qo'liga tushib ketgan. Taxminan 15 yildan keyin Salohiddin Ayyubiyning tog'isining o'g'li Padişah Kamil tarafidan qaytarib olingan. Shuningdan boshlab 1948-yili Yahudiylar Falastinni ishg'ol qilganda qadar musulmonlarning hokimiyati ostida bo'lgan. Masjid-i Aqso uchun nima qilish kerak? Masjid-i Aqso haqida ko'proq ma'lumotli bo'lish kerak. Masjid-i Aqso uchun sadaqa qilish kerak. Masjid-i Aqso uchun duo qilishimiz kerak. Masjid-i Aqso davosiga ovoz qo'shishimiz kerak. Yana Masjid-i Aqso haqida do'st dushmanni tunib olishimiz kerak.